Hurmatli yutpaqli, PlayStation 5'larimiz geldi. Bu ishli bo'ladi, ya'ni ishlatilgan bo'ladi, ishlatilgan varianti. PlayStation 5 diskovodli. 2 dona joystick ham bor. 2 dona joystick ham original. Hamma joylari ishlaydi. Pasallikka olib uning narushinya beradigan yerlari yo'q. Korobkali, yana postavkali. Postavkasi ham bor. Postavkaning bolt ham joyida turibdi. Yangidan oxirgi 3-reviziya, oxirgi chiqqan reviziyasi. İçinde o'yin ham bor. Mortal Kombat 11 va hokazo 1-2 o'yinlari bor. 2 dona joysticki bilan $430. 2 dona joysticki bilan, original joysticki bilan $430 atib beramiz. Yo'q, menga 2 joystick kerakmaydi desangizlar, bir joystick. Bir dona joysticki bilan $400 baraka bo'ladi. Bundan bir dona bor. Ulgurib zakaz etib qolishingiz mumkin bo'ladi. Korobkasi ham ideal holatda turibdi. Joysticklar ham hech qaysisi birisi bosilib qolmaydi, tiniq turibdi. Bu o'ziniki. Joystickning ham korobkasi bor. Joystickning ham korobkasi bor. Aparating o'zi ochilmagan, qatmaydi, ovoz chiqarmaydi. O'zi 5'larda ko'pchilikda ovoz chiqmaydi. Bundan ko'rishingiz mumkin. 1200 oxirgi chiqqan reviziyasi. Ular ham chizilib, qirilib ketgan emas, akkuratli ishlatilgan aparat. Zaryadniki. Tok kabeli va HDMI kabellari. Hammasi joyida. Korobkasi ham tiniq holatda turibdi. Ichindagi hattoki kitobchalarni ochilib joyida turibdi aparating. Hamma narsasi joyida. O'zbekiston bo'ylab BTS pochta orqali dostavka etib beramiz. Aloqa uchun nomerlar qoldiramiz, murojaat etaverasizlar.